Yana gulim quridi demasdan bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlarga ikkita zo'r dorini sirini ochaman. Qani ketdik. Assalomu alaykum azizlar. O'simliklar qachon stressga tushadi? Qattiq issiq yoki sovuq havoda, noto'g'ri sug'orilganda yoki ko'chirib ekilganda. Sizlarga shu ikkita monster yordamida gullarni stressdan qanday qilib to'g'ri chiqarishni qisqa qilib tushuntiraman. Epin ta'sir sekinligi sababli stressdan 5-7 kun oldin bargidan sepilganda yaxshi foyda beradi. Quyosh nurida tez parchalanganligi sababli kunduzi sepilsa samara bermaydi. Shu sababli kechasi yoki bulutli havoda sepiladi. Epin kasallikni to'xtatmaydi, faqat o'simlikni stressga chidamli qiladi. Dozani oshirish xavfli emas, lekin foyda ham bermaydi. Sirkon ta'sir tezligi sababli stressdan keyin bargidan sepilsa yoki ildizdan sug'orilsa, o'simlik tez tiklanishiga yordam beradi. Sirkon o'g'it yoki ozuqa emas, faqat o'simlikni ishlashga majbur qiladi. Stressdan oldin qo'llanganda ham o'simlik stressni yengil o'tkazishiga yaxshi yordam beradi. Dozani oshirish esa o'simlikni charchatadi va ildiz tizimiga jiddiy zarar yetkazadi. Eslab qoling, bu ikkala preparatlarni aralashtirib ishlatish mutlaqo mumkin emas. Aks holda o'simlik signalni tushunmaydi va shokka tushadi. Natija yana o'sishdan to'xtaydi. Bularni 10-14 kun oralig'i bilan qo'llash mumkin, chunki ular o'g'it emas, o'simlikni boshqaruvchi preparatlar xolos. Dorilar xavfsiz bo'lib, ular qishloq xo'jaligida rasman foydalaniladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling azizlar.